Leksimizi tamamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Bugün çislağı 2022 yıl 10. ayının 2. günü. Endeki mavzumunda Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Kengeş Palatası Cungo'ga qaratılgan Strategilik Siyaset Komiteti kuruş layihasini oturup koydu ya koyuluşu otudu. Mavzulu haber 10. ayının 1. günü erkinlik vakit gazetede ilan kılındı. Haber mındak başladı. Amerika Devlet Müdafaa haberleri Torbiti hem Bloomberg 10. ayının 1. günü munda haber kıldı. 15 nefer Demokratlar Partisi mensupları hem de Cumhuriyetçiler Partisi mensupları hem de partiya guruhlardan hali azalardan teşkillengen bir gruppa yeni bir komitet kuruşqa izlenip Amerika'nın Cungo qaratgan strategilik siyasetlerini planlash, tüzüşke mas'ul qilmoqchi bo'ldi. Xabarda bu komitet Amerika'nın Strategilik Cungo Siyaseti Komiteti deb ataldi. Komitet qurish loyihasini o'ttirib qo'ygan senator August King. Loyihani o'ttirib qo'ygan senator August King, kechiringlar, senator John Cornyn, senator Tim Kaine qatorliq senatorlar 9. ayının 30. günü manda ko'rsatdi. Bu to'g'rida qonun turg'izishni umid qilamiz. Bu komitet 2 yil vaqt ichida hukumat bilan bir yo'lga tushib, ya'ni butun Amerika hukumati bo'limlardan olqigan komitetlar ommaviy organlar bilan birlikda Jungo'ning harakatlariga taqobil turib, Washingtonning Jungo Amerika munosabatidagi harakatlarini yetaklaydi. Mushu komitet, mushu gruppa Kengash palatasida qurilmoqchi bo'lgan komitet maxsus Jungo siyosati, Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo siyosatiga mas'ul bo'ladi. 15 nefer senator ve 12 nefer ortak loyiha o'ttirib qo'yguchilarning ichida nurg'unlari Kengash palata harbiy ishlar komitetining a'zolaridir. Alasharim. Ular bu qonun loyihasini o'ttirib qo'yib, Amerika davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi arliqda sizlarga so'zli qildiksiyani. Buna Tayvan to'g'risida maxsus bir modda bor edi. Esingizda bormi? Qurollandirish, harbiy qurol yarashib berish Tayvanga. To'g'rida maxsus bir modda bor edi. Huquq berish, davlat mudofaasi huquq berish qonun loyihasining tuzitilgan bir qismiga aylanishi kerak. Bu qonun loyiha bugun Kengash palatasida quriladigan Jungo Strategik Siyaset Komiteti yoki Jungo Strategik Siyasetni belgilash komiteti yoki yetaklash komiteti bu davlat mudofaasida huquq berish qonun loyihasining bir qismiga aylanishi kerak. Kengash palata umumiy yig'ini mushu oy 10. ay ichida bu qonun loyiha to'g'risida munozara elib bordi vatandosh. Bu davlat majlis senator, yani senatorlar Kengash palatasi qonun tuzgan palata var. Mushu palataning ichida bo'layotgan ish vatandosh.